Assalomu alaykum. Men Meliqo'ziyeva Gulnora, Toshkent kimyo texnologiya instituti neft gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi fakulteti 22-23 guruh talabasiman. Bugun katalitik kreking qurilmasining texnologik sxemasi bilan tanishib o'tamiz. Neftni ikkilamchi qayta ishlash jarayonlari orasida fraksiyalarni katalizator bilan krekinglash muhim o'rin tutadi. Jarayon o'tkazilishidan maqsad yuqori oktali benzin olish. Butan, butilen va propan-propilenga boy gaz fraksiyalari yuqori oktali alkilat benzin xomashyo sifatida ishlatiladi. Neft kimyosi va sun'iy kauchukda keng foydalaniladi. Katalitik krekingning asosiy xomashyosi keng fraksion tarkibga ega bo'lgan vakuum gazoillari. Masalan, qaynash harorati 300 gradusdan 500 gradusgacha bo'lgan fraksiyalardir. Lekin oxirgi yillarda qaynash harorati 550-590 gradusgacha bo'lgan vakuum gazoillardan qo'llanilmoqda. Krekingdan chiqayotgan benzin mahsulotlari motor usulida 82-84 va tadqiqot usulida 92-94 oktanzoli benzinlarni olishimiz mumkin. Demak, katalitik kreking qurilmasida quyidagi bloklar mavjud: reaktor, regenerator, pech, bug' kolonnasi, retifikatsion kolonna, gaz ajratgich, issiqlik almashtirgichlar hamda nasoslar mavjud. Dastavval xomashyo 22 nasos yordamida 21 issiqlik almashtirgichga beriladi va issiqlik oqimi hisobiga harorat 200 gradusgacha ko'tariladi. Qizdirilgan mahsulot 9-pechga yuboriladi. Pechda harorat 260-270 gradusgacha ko'tariladi. Qizdirilgan mahsulot katalizator bilan aralashtirgich qismiga beriladi. Hosil bo'lgan suspensiya suv bug' bosimi ostida 6-qiya lift reaktor yordamida 7-reaktor separatoriga yuboriladi va bir vaqtning o'zida boshqa bir quvurda resirkulyat beriladi. Katalizator mahsulotlari kolonnaning yuqori qismidan, ya'ni gaz va bug'lar ikki bosqichli siklondan o'tib, retifikatsion kolonnaning pastki qismidan beriladi. Kokslangan katalizator regeneratorga 3-quvur bo'ylab beriladi. Katalizator yuzasidagi koksni kuydirish uchun xuddi shu 3-quvur bo'ylab havo yuborish kerak. Tozalangan koks 2 va 4-quvur bo'ylab resirkulyat qismiga qaytarib beriladi. Regeneratsiya gazlari esa regeneratorning yuqori qismiga chiqarib yuboriladi. Retifikatsion kolonnaning yuqori qismidan gaz, benzin bug'lari, suv bug'lari ajralib chiqadi va 18-issiqlik almashtirgichdan o'tib, 19 gaz ajratgichi beriladi. Ajratilgan benzinning bir qismi 20 nasos yordamida 13-retifikatsion kolonna yuqori qismidan beriladi, ya'ni to'yintirish uchun. Benzinning qolgan qismi esa barqarorlashtirish blokiga yuboriladi. Yengil va og'ir gazoillar 14-bug' kolonnasidan chiqarib yuboriladi. Og'ir gazoillar esa 15-shlamga tushadi. Shlam 12-nasos yordamida 7-reaktorga qaytariladi. Oraliq to'yintirishlar 11-nasos yordamida 8-sovutgichdan o'tib, kolonnaning yuqori qismidan beriladi.